Assalomu alaykum. Qadrli YouTube ahli. Ana, Xudo xohlasa kecha kungi qiyin ishlar. Bugun 19-mart 2025-yil. Kecha fonni u tarafini ham bu tarafini ham svorka qilib yamab oldim. Xudo xohlasa endi teshik yo'q bo'lmasa, Xudo xohlasa yaxshi. Endi tozalaydigan, diplomni tozalaydigan eshikchasini yasaymiz. Kecha ulgurmay qoldim. Iftor vaqti oldi, boshqa bo'ldi. Kecha ulgurmay qoldim. Endi bugun mana Xudo xohlasa boshlaymiz. Bu bunday edi. Bolgarkada kesib tashladim. Endi buni eni balandligi deydi. Mana balandligi 10 sm. Bu taraflari mana shu 10 sm.dan qilganman. Bunday svarkalab eshikchasini bugun yasaymiz. Keyin katta listi tashqi sistemasini Xudo xohlasa boshlaymiz. Yana bir ma'lumot. Buni Arsenal degan elektrod oldim. Pachkasini 190 mingga tugadi. Keyin tugadi. Onu elektrodda keldim. Bir pachka 70 mingga oldim buni. 3lik. Bu 4lik. Sababi 3lik olganimda 4likda apparat qizib qoldimi bilmayman. Endi ishlatsam qizib ketsa o'chib qolib, o'zini o'zi sovutib keyin ishlayapti. Menimcha 4likdan deb o'yladim. Keyin 3lik olsam, 3likda ham xuddi shunday bo'lyapti. Bu elektrod umuman ishi yo'q elektrod ekan. Umuman ishi yo'q elektrod ekan. Sababi svarka qilsak chachiratib anaqa shiqlak qilib tashlaydi ekan. Mana rasvo qilib qayga qo'yilyapti, bu nima bo'lyapti? Juda qiyin ekan maskadan bilish ham. Chachiratib iflos qilib qo'yilishlari ham bir yaxshi emas. Lutchi Arsenal olib ishlagan yaxshi ekan. Kecha bir pachka olib keldim, o'sha bir pachkadan ham yarimidan ozrog'i qoldi. Bugun yana olib kelaman bir pachka. O'sha ikkinchi pachka tugadi. Plus 3lik chaqmoq degan elektroddan 25 dona oldim. U ham ketdi. Qani ko'ramiz endi dalish nima bo'lar ekan. Xudo xohlasa. Bugungacha bo'lgan ishlar shu. Yana bir ma'lumot. Mana shu yerga ham bugun turba qo'yib svarkalaymiz. Santimetrlik. Cheksa bo'ladimi? Mana meni bolalarim, meni boyliklarim bog'chaga ketishyapti ertalabda. Mayli, bizdan uzoqlashmang. Ko'ramiz. Yana nima bo'ladi, qanday qilamiz? Yana vaqt ko'rsatadi. Xudo xohlasa teshigi chiqmay, Xudo xohlasa inshaalloh eson-omon bitirib olamiz.